Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Pul va banklar fani bo'yicha navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bugungi sizlar bilan ko'rib o'tadigan mavzumiz tijorat banklari va ularning funksiyalari. Demak, men Moliya va bank shkafasi o'qituvchisi Sheraliyev Abbos ushbu mavzuni sizlar bilan birgalikda ko'rib o'taman. Marhamat, mavzumizning savollari ikki qismdan iborat. Birinchisi tijorat banklari faoliyatini tashkil qilish asoslari, ikkinchisi esa tijorat banklari va ularning funksiyalari. Marhamat, demak, adabiyotlar biz ro'yxati bizda. Internet saytlari. Bilamizki, bankning boshqaruv, tijorat banklarining boshqaruv organlari 3 ta qismdan iborat. Birinchisi eng oliy boshqaruv organ aksiyadorlar umumiy yig'ilishi, keyin kuzatuv kengashi va bankning boshqaruv organlari bu bankning boshqaruv organlari bo'lib hisoblanadi. Bank muassislari, ya'ni bank aksiyadorlari bank tarkibiga u ro'yxatga olingan kundan boshlab bilamizki 1 yil mobaynida chiqib ketish huquqiga ega emas. Ya'ni bank muassasalari va aksiyadorlar tarkibiga ro'yxatga olindimi, u 1 yil mobaynida o'sha ro'yxatdan chiqib ketishga haqli emas bo'lib hisoblanadi. Ya'ni muassasalar aksiyadorlik jamiyati shaklida bankni tashkil etishlari uchun, ya'ni birinchi o'rinda avvalo ta'sis shartnomasini imzolaydilar, so'ngra esa ta'sis yig'ilishini birgalikda o'tkazadi. Bankni tashkil etish to'g'risidagi ta'sis shartnomasida quyidagilar bo'lishi lozim. Birinchi, bankni ta'sis etish borasidagi birgalikda faoliyat ko'rsatish tartibi. Bank ustav kapitalining miqdori, muassasalar o'rtasida joylashtirilishi lozim bo'lgan aksiyalarning turlari, ularning nominal qiymati, har xil turdagi aksiyalarning nisbati, ularni to'lash miqdori va tartibi, keyingi muassasalarning bank tashkil etishga doir huquq va burchlari, bankning to'liq va qisqartirilgan nomi hamda uning joylashtirilgan yeri, pochta manzili, bank operatsiyalarining ro'yxati, maqsadi va faoliyat muddati, ustav kapitalining miqdori, muassasalar ro'yxati va ustav kapitalining ulushlarining taqsimlanishi. Keyin ustav kapitalni ko'paytirish yoki kamaytirish tartibi, chiqarilayotgan aksiyalarning turlari, ularning nominal qiymati, har xil turdagi aksiyalar nisbati, sof foyda va dividendlarni taqsimlash hamda zararlarni qoplash tartibi, zaxira fondini va boshqa fondlarni tashkil etish tartibi, bank aksiyadorlarining huquq va majburiyatlari. Mana bular demak bankning ta'sis shartnomasida aks ettirilishi lozim. Tijorat bank ro'yxatga olingandan keyin uning ustav kapitali miqdorida egasi yozilgan aksiyalar chiqariladi va ular muassasalar o'rtasida joylashtiriladi. Bankning boshqaruv organlari quyidagilar hisoblanadi. Yuqorida ham ko'rib o'tdik, yana aytamiz, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi, bank kengashi va bankning boshqaruvidan iborat bo'ladi. Endi banklarni litsenziyalash jarayoni. Bilamizki, banklar faoliyatini litsenziyalash, ro'yxatga olish va litsenziyalash bu O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank tomonidan amalga oshiriladi. Banklarning litsenziyasi jarayoni esa 2 bosqichdan iborat. Demak, birinchisi bank ta'sis etish uchun Markaziy bank dastlabki ruxsatni olish birinchi, ya'ni bunda Markaziy bank muassasasiga bankni tashkil etish faoliyatini davom ettirish imkonini beradigan dastlabki ruxsatnoma beradi banklar. Dastlabki ruxsatnomani berish qarori ariza va zarur hujjatlar taqdim etilgan kundan boshlab 3 oy ichida qabul qilinadi. Bank ro'yxatga olish va uni litsenziya berish uchun muassis dastlabki ruxsatnomani olgan kundan boshlab uzog'i bilan 6 oy muddatga qonun hujjatlari belgilangan talablarni bajarishi kerak. Bank ro'yxatga olish va unga litsenziya berish haqidagi qaror Markaziy bank talablari bajarilgan kundan boshlab ko'pi bilan 1 oylik muddatga chiqariladi. Quyidagilarni bank ro'yxatga olish va unga litsenziya berishni rad etish uchun asos bo'lib hisoblanadi. Birinchisi, ta'sis shartnomasi va ustavning qonun hujjatlariga mos kelmasligi. Bir yoki bir necha muassis moliyaviy ahvolning qoniqarsizligi, muassislar mablag'lari, manbalarining deklaratsiya qilinmaganligi, xususiy tijorat banklari ustav kapitalda ishtirok etayotgan rezident jismoniy shaxslardan tashqari. Bank ro'yxatga olinadigan vaqtgacha bank eng kam ustav kapitalni shakllantirilmaganligi,
bank binolari muhofazasining ta'minlanmaganligi hamda muhandis, texnik qo'riqlash vositalari bilan jihozlanmaganligi, dasturiy mahsulotlarning tayyor emasligi yoki tashkil etilayotgan bank rahbari va bosh buxgalterining kasbiga nomuvofiqligi, demak bular litsenziya berishni rad etishga asos bo'lib xizmat qiladi. Bank ro'yxatga olingan va unga litsenziya belgilangani uchun davlat bojlari undiriladi. Demak, davlat bojlari yig'imining stavkalari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Mazkur yig'im bankni ochish uchun dastlabki ruxsatni berish bosqichida undiriladi. Arizani qayta ko'rib chiqish uchun yig'im undirilmaydi. Bank faoliyati esa bank faoliyatini tugatish. Bank faoliyatini tugatish quyidagi hollarda bo'ladi. Demak, banklar faoliyatini tugatish 3 ta holatda bo'ladi. Birinchisi aksiyadorlar yig'ilishining qaroriga ko'ra, keyingisi Markaziy bank litsenziyani chaqirib olganda va bank bankrot deb e'lon qilinganda, mana shu 3 ta holatlarda bank faoliyati tugatiladi. Demak, 3 ta holatdan qaysidir holatdan amalga oshish yuz bersa yoki amalga oshirsa, bank tugatiladi. Markaziy bank quyidagi hollarda litsenziyani chaqirib olishi mumkin. Birinchisi, bank to'lovga qobiliyatsiz bo'lib qolsa, passivlar aktivlardan oshib ketsa, ya'ni majburiyatlar, litsenziya berishga asos bo'lgan ma'lumotlarning noto'g'riligi aniqlanganda, hisobot ma'lumotlari muntazam ravishda buzib ko'rsatilsa, qonunga zid operatsiyalarni bank amalga oshirsa, litsenziya olib 1 yildan ortiq vaqt davomida operatsiyani amalga oshirmasa, monopoliyaga qarshi qoidalar buzilganda, demak, bu holatda litsenziyani chaqirib olishga asos bo'ladi. Endi tijorat banklarining funksiyalari bilan tanishamiz. Demak, tijorat banklarining bir qancha funksiyalari bor. Bulardan birinchisi vaqtincha bo'sh turgan pul mablag'larini yig'ish va ularni kapitalga aylantirish. Bu tijorat bankining birinchi funksiyasi bo'lib hisoblanadi. Bu banklar juda qadimiy funksiyalardan biri hisoblanadi. Bu funksiya banklar jamiyatdagi vaqtinchalik bo'sh pul mablag'larini tegishli shartlar asosida o'zlariga jalb qiladi. Ushbu mablag'lar samarali yo'nalishlarga, ya'ni joylashtiriladi. Banklarning ixtiyorida bo'lgan mablag'larning deyarli 90% chetdan jalb qilingan pul mablag'lari hisoblanadi, ya'ni jalb qilingan mablag'lar hisoblanadi. Bu banklarning asosiy faoliyati boshqa shaxslarning mablag'lari hisobiga amalga oshirilishini anglatish bilan birga yuqori darajada riskka bog'liqligini ham keltirib chiqaradi. Ikkinchi funksiyasi tijorat banklari korxona tashkilotlariga davlat va aholini kreditlash. Bozor iqtisodiyot sharoitida ishlab chiqarish va mehnat taqsimotining chuqurlashuvi, mulkiy shakldan qat'iy nazar barcha xo'jalik yuritish subyektlarini aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojini oshiradi. Xo'jalik yuritish subyektlarining bu ehtiyojining asosiy qismi banklarning kredit berish funksiyasi orqali qondiriladi. Keyingi funksiyasi xalq xo'jaligida hisob-kitob va to'lovlarni amalga oshirish funksiyasi. Iqtisodiyotda faoliyat yuritayotgan xo'jalik subyektlari kun davomida bir necha yuz minglab turli darajadagi pul aylanmalarini asosan naqd pul ko'rinishida amalga oshiradi. Banklarning bevosita ishtiroki natijasida ushbu o'tkazmalar yo'naltuvchidan oluvchiga yetib boradi. Shuningdek, banklar pul o'tkazmalari orqali iqtisodiyotning turli tarmoqlariga kapitalni joylashtiradi va kredit liniyalari ochadi. Bularning barchasi banklarning pul hisob-kitoblarini amalga oshirish funksiyasi orqali bajariladi va tartibga solinadi. Keyingi funksiyasi muomalaga kredit pullar, muomalaga kredit vositalarini chiqarish, ya'ni veksel, chek, kredit kartochkalar chiqarish. Tijorat banklarining keyingi funksiyasi moliya valyuta bozorida faoliyat ko'rsatish. Keyingisi iqtisodiy moliyaviy axborotlar berish. Iqtisodiy moliyaviy maslahatlar berish funksiyasi bu banklar iqtisodiyotdagi moliyaviy muassasa sifatida mulkiy shakldan qat'iy nazar mamlakatdagi barcha xo'jalik subyektlariga o'zlarining huquqiy imkoniyatlariga kelib chiqib, turli xil darajadagi iqtisodiy va moliyaviy maslahatlarni berib boradi. Albatta, ushbu maslahatlar mijoz va bank o'rtasida tuzilgan tegishli shartnomalar yoki o'zaro kelishuvlar asosida amalga oshiriladi. Demak, bugungi mavzu bo'yicha sizlarga qisqacha berib o'tadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.